kitobda aytiladiki, shayton sizni Alloh bilan aldamasin. Shayton insonni eng ko'p xohlagan narsalari bilan chaqiradi, boldan tuzoq quradi, og'uni oltin kosada tutadi. Takkada bo'lsang ham, Makkada bo'lsang ham, shayton bekor turmaydi. Kelib takkadagini takkada, Makkadagini Makkada ushlaydi. U o'z vazifasini bajaradi. Xo'sh, shayton vazifasini bajarsin deb inson qarab turishi kerakmi? Sen qarab turgan paytingda u boshqa bir yerdan hujum qiladi. Sen u yerni berkitsang, u yana boshqa bir teshik ochadi. Yo'lingga boldan tuzoqlar to'shaydi. Qani kel Yunusim, daryolarni kechib, tog'larni oshib o'tib kel. Maydonda tugar, jang tugar. Ammo inson bilan uning nafsi o'rtasidagi tugamaydigan bir jangdir. Toki so'nggi nafasga qadar. Shunday Yunusim, bejizga eranlar bu yo'l sirotdan ingichkaroq, qilichdan keskin charoq deyishmagan. Buning ma'nosi nima ekan? Aytib berchi. Otashlarda yonar, suvlarda bo'lar. Insonning ichida kechgan jangning oldida maydonlardagi jang nima ekan? Yunusim, sen ulkan Qoratoy madrasasida tahsil olding. Hadis ilmi borasida ham, arabchada ham ustunlikda bu omi qariyadan orqada qoladigan darajada emassan. Astagfirullah. Yaxshi, bu johil gapiraversin. Astagfirullah. Sizning eng katta dushmaningiz nafsingizdir. Jang maydonida kofirlarni yengan Hazrati Alining ichidan bir lahza shunday g'ururlanish kechgan edi. Mana nihoyat kofirlarni yengdik degan o'yni aqlidan o'tkazgan edi. Darrov ikki jahon sultonidan javob keldi. Sening haqiqiy dushmaning nafsingdir. O holda jihodning eng buyugi nafs bilan bo'lgani bo'lsa kerak. Nafsini yenga olgan kishi uchun jang maydonidagi iymonsiz dushman nima bo'libdi? Albatta bundan imomimiz Hazrati Ali roziyallohu anhu ibrat oldi. Bir kuni jang maydonida bo'g'ziga zulfiqorini tiragan kofir Hazrati Alining yuziga tupurganida uni qo'yib yubordi. Biz nafs bilan jangda kurashib, g'olib bo'lgan holda kofirning qarshisiga chiqqanmiz. Bor ket. Yuzimga tupurganing uchun seni o'ldirsam, nafsim uchun qilgan bo'laman dedi. Endi bir o'ylab ko'r Yunus. Har bir askari o'z nafsi ustidan g'olib bo'lgan, ya'ni katta jangdan g'alaba bilan chiqqan bir qo'shin. Endi unga hamma yerda jang emas, haqiqat maydonidir. Bu yer haqiqat maydonidir Yunusim. Bu maydonda Qumursqaning filni ko'tarib yerga urganini ko'rdik. Unda biz Hazrati Payg'ambarimiz alayhisalomning ummatlari bo'lsak, istiqomatda, niyatda Hazrati Ali roziyallohu anhu dek bo'lish, uning yo'lidan yurishimiz lozim. Modomiki barchamiz Hazrati Alining yo'lida ekanmiz, unda yo'limiz unga bormog'i kerak. Dona donaga, dona imomaga Yunusim. Unutma Yunus.
Hazrati Aliga chiqmagan barcha yo'llar chiqmasdan tugaydi. Yo'limiz yo'l o'laroq Hazrati Ali efendimizga tutashadi Yunusum. Endi borib yota qol.